Intizom motivatsiyadan kattaroq tushuncha. Psixologiyada bitta tushuncha mavjud: odatlar shakllanishi. Ya'ni biz qilayotgan ishlarning katta qismi motivatsiya bilan emas, odatlar bilan boshqariladi. Har kuni bir xil vaqtda uyg'onib, bir xil ishni qilsak, miya bu uchun avtomatik rejimni yoqadi. Ana endi muhim bir savol hammani qiynaydi. Intizomli bo'lish uchun nima qilish kerak? Dastlab kichik qadamlardan boshlang. Masalan, birdaniga har kuni 1 soat kitob o'qimang. Kuniga 15-20 daqiqa mutolaa uchun ajrating va buni har kuni muntazam bajaring. Kichik qadamlar effekti miyaga bosim yuklamaydi. Ikkinchi qadam aniqlik. Nima qilayotganingizni, soat nechagacha shug'ullanishingizni aniq belgilab oling. Chunki miya noaniqlikni yoqtirmaydi. Uchinchi qadam esa mukammallikni unuting. Ko'pchiligimiz, shu jumladan meni o'zim ham biror bir ishni mukammal qilishga harakat qilamiz. Perfeksionizm intizomning dushmanlaridan biri. Bu bizni juda tez qilayotgan ishimizdan bezib qolishimizga va yarim yo'lda to'xtatishimizga ham sabab bo'lishi mumkin. Intizom o'zingizni nimagadir majburlash emas, o'zingizni asta-sekin to'g'ri yo'lga o'rgatishdir. Unutmang, katta o'zgarishlar har kuni qilinayotgan kichik harakatlardan boshlanadi.